Bugun qanday kun? 1-dekabr. To'g'ri, 1-dekabr, lekin bugun oddiy kun emas. Aynan ushbu kundan boshlab jamiyatimizda bir qator yangilik va o'zgarishlar kuchga kiradi. Ulardan eng asosiylarini ko'rib chiqamiz. Aholini sifatli va ekologik toza yoqilg'i bilan ta'minlagan holda Sakson markali benzinlar sotuvi to'xtatiladi. Shoxobchalarda bu turdagi benzin sotilmasligi uchun qat'iy nazorat o'rnatilgan. Shuningdek, endi nikohni rasmiylashtirishda tibbiy ma'lumotnoma talab etilmaydi. Davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimini takomillashtirish hamda sohada byurokratik tartibotlarni tubdan qisqartirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoniga ko'ra, bugun 1-dekabrdan boshlab idoralararo axborot almashinuvini yo'lga qo'yish orqali bir qator talablar bekor qilinadi. Ular orasida eng asosiylardan biri aynan shu: nikohni rasmiylashtirishda tibbiy ko'rik ma'lumotnomasi fuqarodan talab qilinmasligidir. Bu degani endi shifoxona hamda nikohni rasmiylashtiruvchi idora o'rtasida elektron ma'lumotlar almashinadi. Siz bir dunyo qog'ozlarni ko'tarib yurishingiz shart emas. Bugundan boshlab normativ huquqiy hujjatlarni tahlil qilish platformasi ishga tushiriladi. Unda fuqarolar, advokatlar, yuristlar, sudyalar uchun normativ huquqiy hujjatlarni tahlil qilish imkoni bor. Bu sudyalar faoliyatida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishga oid prezident farmonida belgilangan. Har kuni amalga oshirilayotgan ishlardan tashqari, deyarli har oyning ilk kunida mana shunday katta o'zgarishlar qilinyapti. Ularning aksari ijtimoiy qulayliklarimizni yaxshilashga xizmat qilmoqda. Qonunlar hamda millatlarni kuzatib boring va eng asosiysi, o'zingizni ehtiyot qiling.